Bunaqa narxda tayyor biznes har doim uchramaydi akalar. Shuning uchun videoga bitta like bosib oxirigacha ko'ramiz. Narxi shikolat narxda 50% arzoniga tayyor biznes berib o'ramiz. Bu biznesimiz KFC va fast food yo'nalishida, lekin ko'rib turibsizlar, dizaynni mini kafe, ya'ni premium yo'nalishda qilib qo'yilgan. Turetskiy bardak choylarigacha bor. Texnikalarga kelsak, hamma narsasi full holatda qilib qo'yilgan, ishlashga tayyor. Hattoki programma dasturlarigacha ustolovka qilib qo'yilgan ekan. Akalar bu sohada bo'lmasdan turib kuniga 2-2,5 milliondan 4-5 milliongacha savdoni olib chiqishgan ekan. Aholi juda ham gavjum joyda, serqatnov joyda joylashgan. Savdoni sizlar yana ham ko'tarsanglar bo'ladi. Ayniqsa tayyor biznesi bor, kafesi bor akalar, filial qilib yurgizsanglar, yana ham uchadi, setoy qilib yurgizsanglar, bomba qilib yurgizsanglar bo'ladi. Restoran oshxonalariga qo'yiladigan texnikalarni olib kelib qo'yishgan ekan. KFC apparati, shkaf xolodilnik, vitrina xolodilnik va qo'shimcha suv xolodilnik, frityur, toster, xullas sanasam hamma texnikalari full holatda qilib qo'yilgan. Xullas 45 kvadrat joyga shinamgina qilib xuddi shunaqa joy qilib qo'yishgan ekan. Joy arendasiga kelsak akalar $700 ekan. Biznes narxiga kelsak hamma narsalarini bitta sanab, mebellarigacha qo'shib hisob-kitob qilinganda $30,000 ga yaqin pul ketgan ekan. Bu joy esa atigi $14,5 ga qancha ketadi kanaldan arzon narxda olishinglar mumkin va yana qo'shimchasiga shu joyga kelib talashib, tortishib, baraka qilib olsanglar bo'ladi. Joy lokatsiyasiga kelsak O'zbekiston mahalla Beruniydan Toshkent tarafga yurganlarda o'ng qo'lingizda keladi. To'liq lokatsiyani Telegram kanalimizga joylab qo'yamiz. Videoga like bosib, yaqinlarga jo'natib qo'yish esdan chiqmasin.